Bemorimiz Tojikiston Respublikasidan. Bemorimizni mana chap oyog'ida kuchli og'riq, sababi L5S1 sohasida katta grija. Mana grija bosib turibdi mana bu. Mana bu grija katta. Mana bu nerv doimiy bosib, bemorda kuchli og'riq, yurishni qiyinligiga shikoyat qildi. Mana bu chiqib ketgan grija. Mana bu grija deyiladi. Mana bu nervni qisib qoladi, mana bu nervni qisib turadi. Mana shu nervni qisib turadi. Agarda bu olinmasa doimiy bosib turadi bu og'riq keltirib chiqadi. Hozir mana olib tashlaymiz. Grija katta. Juda katta hajmda grija. Bemor ancha vaqt davolanib yurgan. Chiqishi ham saxiyroq, sababi grija juda katta hajmda. Mana yarimi hali yana olib turibdi. Mana bu. Bunday grijalarda davolagan bilan bu hech qachon kirib ketmaydi. Mana bu. Aziz ikkalasi juda katta. Mana bu yoqda mana uchinchi narsa mana grija. Mana shu narsa doim bemorda oyog'iga og'riq, uyushish, kuchsizliklar olib kelishi mumkin. Bu narsani vaqtida olib tashlash kerak. Katta bo'ladigan bo'lsa, kichkinalarni davolash mumkin, ya'ni lechena qilish mumkin. Shuning uchun bu borada mutaxassisga uchrashishingizni tavsiya qilamiz. Vertebrologga. Ko'rona har xil davolashlar bo'lmaydi. Sababi bemorni doimiy oyoqlarida uyushish, kuchsizlik qolib ketishiga sabab bo'ladi. Nerv svobodniy bo'ldi. Bemalol pulsatsiya qilyapti. Qarang. Bu endoskopik usulda afzalligi vizualizatsiya, ya'ni ko'rish katta, keyin xohlagan tomondan ko'rib, aylanib, qayerda joylashgan grija, nima kamchiliklari bor, anatomiyani to'liq ko'rish imkonini beradi. To'g'rimi o'g'illarga? Mana grija yana. Bemorimiz ertaga bemalol turib yurishi mumkin. Ertaga shu bemorimizni videosini qo'yamiz, ya'ni turib yurgan holatini. Qayta MRT tekshiruvdan o'tkazamiz. Qayta MRT tekshiruvda grija bor yo'qligini aniq, ya'ni isbotini ko'rsatib beramiz sizlarga. Bunda mana bu to'liq kapsulalarni hozir kalkulyatsiya qilib qo'yamiz. Ko'plar aytadiki, buni orasidan grija olinsa, ikki suyak tegib qoladi, bunday bo'lib qoladi. Bu bekor gap, unaqa gap yo'q. Bu yana qaytadan regeneratsiya bo'ladi. Odamda organizmi qanday kesiladi, nima bo'lsa, regeneratsiya, ya'ni tiklanish. Mana bu disk yana joyiga qaytadan chandiqlanib, to'lib tiklanadi. Bu yolg'on gap. Mana bu disk bir-biriga ishqalanib qoladi, olib qo'yilsa amortizatsiya yo'qoladi. Bu odamlar vahimaga tushirish, sarosimaga solish bu gaplar. Yolg'on gap. To'liq olib tashlaymiz. Mana bu lazer, ya'ni koagulyator deyiladi. Lazer bilan ichlarni obrobotka qilamiz. Qotirib tashlaymiz.
chiqmasligi uchun qolgan disklarni. Bunda 100% to'liq diskni olinmaydi. Mana ichkarida ma'lum miqdori qoladi. Ya'ni shu qolgan hisobiga o'shalarni qotirib mahkamlab qo'yiladi joyiga. Kalkulyatsiya qilib. Mana bunday qilib Все. Так. Bir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana yarim santimetrdan ikkita teshik orqali bajarildi. Bunda teri kesma bajarilmaydi. Endoskop bilan olib tashlanadi to'liq. Mana ko'rsangiz jarohatda ikkita choq. 3-4 kundan keyin buni olib tashlanadi. Все. Bu yerda joyi ham bilinmay ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. من تاجیکستان اومدم روز گذشته گویم اپراتسیا بود. من امروز خدا رو شکر همش نقص 100% گگم درد نیست. گریجم و کلام بود. من خدا رو شکر من راه گشتن نمیتونستم. من امروز با گشتم همش نقص. نتو вообще нету боль, нету вот могу ходить. Вчера вообще не смог ходить. Hamasi yaxshi. вообще он кор нمی‌کردیم همیشه کوی کاک اومدم اینجا من خدا رو شکر دین اپراتسیا بود امروز با همش 100% نقص خدا رو شکر من خجول все нормально. Все нормально, да? Ага. Спасибо.